uning ortidan 1000 marta salovat aytsa, keyingi jumagacha albatta meni tushida ko'radi. Va kimki meni ko'rsa, Alloh uning gunohlarini mag'firat qiladi dedi. Bu rivoyatni Imom Yusuf Nabahoniy o'z asarida zikr qilib o'tgan. 9-tavsiya. Kimki juma kechasi 2 rakat namoz o'qib, har rakatida 1 martadan Fotiha surasini va 5 martadan Oyatul Kursini o'qib, namozini tamomlagach payg'ambar alayhissalomga salovat aytsa, Rasulullohni albatta tushida ko'radi. 10-tavsiya. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadi: Kimki menga shanba kunda 1000 marta salovat aytsa, jannatdagi joyini ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Men bu xabarni ham tajribamdan o'tkazganman deydi Hasan Muhammad Shaddod. 11-tavsiya. Jamoliddin Abul Vahhob aytar edi: Men Rasululloh alayhissalomni shunda ko'rdim. Shunda u kishi menga uyqu oldidan bismillahni 5 marta, auzu billahni 5 marta aytasiz